Assalomu alaykum aziz kitobsevar bolajonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sara kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz Abdujabbor Obidovning Nozikoy va Maymoq kitobidir. Ezgulik va yaxshilik inson qalbini xoh keksa, xoh yosh bola bo'lsin, nurlantiradi. Hayotda qiziqish va muhabbat bilan qarashga o'rgatadi. Nozikoy va Maymoq aynan shu haqda. Tabiatga, flora va faunaga mehr berish va uni suyish, hayvonot dunyosini qadrlash ertak mazmunini kasb etadi. Ertak qahramoni Nozikoy aynan shunday go'zal hislatlarga ega. Aziz bolajonlar, ushbu kitobni sizlarga o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.